bilasizmi? Men bilmaydigan joyim boshlansa aytaman, nima edi deyman aka. Men nima uchun so'rayapman? Jahon chempionatining finali kuni konsert bergan odam bilmasligi mumkin-da. Bu jahon chempionatidan oldingi repetitsiyada, hali maza qilish repetitsiyasi. Siz jahon chempionatini kutsak, sizlar maza qilish boshlab yubordinglar. Ha, shunaqa. Ha, choyxonaga hammadan oldin kelgan odam o'sha. Endi mabodo 3 ta o'yin yutqizib qo'yadigan bo'lsa, hozir maza qiladi. Men aytmadim bu gapni. Men aytdim, kerak emas meni cho'rda belo qilib qo'yish hozir kim kesmoqchi bo'lsa. Lekin qo'shilaman gapingizga aka. Bugunim sal mazmunliroq sahnaga keldim. Siz terlab yotdimmi, yana men yozma qizib kelyapman. Rahmat aka. Men qattiq hurmat qilaman-da, o'sha ismimni yarmi yozib bilgan hozir. Wow, kelinglar har oy bittadan qarib qo'shib boramiz.